Endi blogerlar O'zbekistonda faktlarni tekshirishi va soliq to'lashi shart bo'ladi. O'zbekistonda inflyuenserlar uchun qonun loyihasi ishlab chiqildi. Unga ko'ra, 10 mingdan ortiq obunachiga ega bo'lgan blogerlar, ya'ni inflyuenserlar, endi ma'lum qoidalarga amal qilishlari shart bo'ladi. Ular tarqatayotgan ma'lumotni tekshirishlari, yolg'on yoki haqoratli kontentni joylashtirmasligi, o'z akkauntlaridagi izohlarni kuzatib, noqonuniy kontentni o'chirishi kerak bo'ladi. Agar fake yoki yolg'on ma'lumot tarqatilsa, uni belgilab qo'yish yoki o'chirish shart. Shuningdek, inflyuenserlar soliq to'lashlari, aloqa uchun ma'lumot qoldirishlari va tergov ishlari bo'yicha rasmiy ruxsatsiz ma'lumot tarqatmasliklari kerak bo'ladi. Agar inflyuenser qonun talablarini buzsa, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi unga 10 kun ichida kamchilikni tuzatish haqida ogohlantirish beradi. Agar ular bunga amal qilmasa, uning akkaunti O'zbekiston hududida 6 oygacha yopib qo'yilishi mumkin. Shuningdek, agar ular aloqa ma'lumotini ko'rsatmasa, akkauntida reklama joylashtirish taqiqlanadi. Ushbu qonun loyihasi 2025-yil 27-maygacha muhokama qilinadi. Sizningcha bu blogerlarni cheklash bo'lib qolmaydimi? Izohlarda yozib qoldiring.